Lekin biroz o'zini bosib olib turib, sekin kirdida ayolini oyog'i bilan turtdi. Ayol uyg'onuvdi, "Men Abdullohman" dedi. "Kim bu?" dedi. Ayol aytdiki, "Bu falonchi" dedi, ayolni aytib. Falonchi ayol qo'shin kelayotganligini eshitib, "Sochimni tarab qo'ysin" deb chaqiruvdim. "Biz uyimizda tunab qoldi" dedi. Abdulloh ibn Ravoha uyda tunadi, tong otdi. Mana endi qo'shin Madinaga kirib keladi. Abdulloh ibn Ravoha Rasulullohni kutib olishi uchun tashqariga chiqqanida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Bakr Siddiq va Bashir ibn Sa'dlarning o'rtasida kelayotgandilar. Payg'ambarimiz yonidagi Bashir roziyallohu anhuga qarab, "Ey Abu Nu'mon, labbay ya Rasululloh" dedi. Rasul aytdilar, "Albatta Abdullohning yuzi sizga o'zining ahlining yoniga ketgani